Yuqorida leksiyalarimizni so'zlab bo'ldik, hurmatli vatandosh. Endilikda muhokama muloyiza. Biz sizlarga boshda vaziyat to'g'risida bir ikki qog'oz paran qildik. Bugun chislaga 2021-yil 11-oyning 28-kuni. Suhbatimizning 5-chi vaziyat to'g'risida to'xtaldik. Endi yana shuning qo'shimcha balki bay unutib qoldik. Hozir Litva Cumhuriyeti parlament vakilleri ümiga Tayvanga yetib keldi. Bir hesapda hozir Litva, Estoniya, Azaniya 3 davlatning parlament vakilleri değildi. Zaten kimler bunu nima leksiya qilib tayyorlaydi desam, bu parlament a'zolarining ism nomlari intayin murakkab ekan vatandoshlar. Shunga mushu xabarning o'zini mesela Litva Cumhuriyeti hozir Tayvanga yetib keldi. O'tganda biz dedik, Rossiya Respublika yoki Cumhuriyetler, Sotsialistik Cumhuriyetler ittifaqini ag'dirishda birinchi rol o'ynagan davlat Litva dedik. Litvaning hozirgi dunyodagi harakati yoki dunyoviy harakati berli Litvaning emas, xuddi butun Yevropani o'yg'atgandek. Bo'lib Yevropa ittifoqiga yetakchi bo'lib ish qilayotgandek. Nayta qaysarlik bilan o'tirg'i chiqdi Litva Cumhuriyeti. Mana bugunlardan tunigan nechinchi kun edi? Tunigan 27, tunigan 27 Taybiga tushgan bo'lsa, endi 11-oyning 9-kuni atrofida Amerika Qo'shma Shtatlarining bir vakillar umiga Tayvanni ziyorat qilgan edi. Onun keynidilla yana bir vakillar umiga 17 nafar Tayvanni ziyorat qildi. Endi uning keynidilla bugun Litva parlamentining vakillar umiga Tayvanni ziyorat qildi. Mesele ciddilişip ketdi vatandaşım. Şunundan qaraganda aytimizki bu qatim Washingtonda chaqirılgan dunyoviy demokratik davlatlar yig'ini. Bu yig'in birinchi Jungo Kompartiyasini yetim qaldirish asosligi, ikkinchisi Tayvanning xalqaro o'rnini yuqori ko'tarish deb atalsa bo'ladi, hurmatli vatandosh. Endi Litvaning gapini bu yerda qo'yib turaylik. Bugun Gobovshingning tarqatgan xabari, atdiganki xabari. Londonda hükümet binasının aldıda yoki hükümet darvozasining oldida Hong Kongliklar bilan Jungoluk qizil pachaqlar, masalan Londonga Angliyaga berib o'ltiraqlashgan Jungoluk qizil pachaqlar o'rtasida to'qinish yuz berdi dedi. Buni qonliq to'qinish deganda qildimi qandaq? Butun anglashga vaqtim yetmay qoldi, meni kechiringlar vatandoshim. Sizlarga hammadan muhim deb yana aytadigan bir xabarim tunigan. Li Yipeng, obzorchi Li Yipeng nima dedi danglar. Bu sizmi o'ylayotgan, menmi o'ylayotgan, balki shunda xulosa chiqarishga petin olmayotgan bir ish. Masalan, biz Kompartiya bu ishni qilyotdi. Chet el bilan bo'lgan orliqda ziddiyatlar kuchayyotdi. Amerika bilan bo'lgan munosabatlar jiddiylashyotdi. Deb keldik. Ham shundaqla siz biz umid qilamiz nimani? Kompartiyaning ag'dirilishini vatandoshlar. Kompartiyaning ag'dirilishini umid qilamiz, lekin sizmi savol qo'ysiz, bizmi savol qo'yamiz, qachon? Vaqt tartibi qachon? Buning siz bilan biz paloni kuni Pistani ay deb aytib bermaymiz. Sebebi siz biz bendimiz vatandaşlar. Bu faqatla tasodifiy voqealarga bog'liq. Bu tasodifiy yuz beradigan voqealarga bog'liq. Tarixning, iqimi tarixning taraqqiyoti bu tasodifiy voqealarning boshlanishi va yoki turtkisi bilan o'tirg'i chiqadigan harakatlar, hurmatli vatandosh. Shunga biz siz savol qo'yamiz qachon deb. Lekin Li Yipeng bugun nima dedi vatandosh? Li Yipeng dedi ki balki eng oxirgi 1 yil. Balki eng oxirgi 5 yil. Mushu 1 yil, mushu 5 yil ichida agar biz dedi o o'ziga qaritib Jungo Kompartiyasining hokimiyatdagi o'rnini yoki bir partiyalik o'rnini bir taraf qilmaydigan bo'lsak, dunyoga voy, dunyo tugaydi dedi hisobda. Degini, hozir Jungo Kompartiyasi pulni, renminbi xalq pulni sipirlashtirdi deydi. Demak, sipirlashtirdi. Agar bu ish ishga oshadigan bo'lsa, atganlik tamog'ining pulini Kompartiya berdi. Keşlik tamağının pulunu Kompartiya berdi. Yig'laydigan balangın haq ish qilish uchun
$6 yoki 6 yuvanni ham Kompartiya berdi. Kompartiya sening iqtisodiy ahvolingni va sening grajdal bo'lish huquqingni va sening jamiyat tutgan o'rningni va aloqa munosabatlaringni mushu darajada tizginlaydi dedi. Pul orqali mushu darajada tizginlaydi dedi. Undan keyin Kompartiya qiladigan yana bir ish elektronlik texnika. Hozirgi zamon texnikasi orqali butun jamiyatni kontrol qiladi dedi. Bütün aile, hamma munosabat, menish, turish, o'ltirish, qo'pishlardan tortib butunlay kontrol qiladi deydi. Buni oz demsiz, Jungoni kontrol qilib bo'lib, masalan, pulni sipirlashtirib bo'lib, Jungo Kompartiyasi dunyoga kengaydi deydi. Bu tajribalarni va bu shakllarni dunyoga elib chiqadi deydi. Shu orqali dunyoni kontrol qiladi, dunyoni zabt qiladi, dunyoni bo'ysundirdi. Lekin gap shu ediki, tunigillardan aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlarining ikkinchi qatim Tayvanni ziyorat qilish vakillar uyiga avvalgisi 13 edi, bu qatim 17. Shuning ichida bir nafar xonim, davlat majlisining a'zosi bir nafar xonim Tayvan bilan Amerikaning xaritasini, davlat xaritasini bir yerga qo'yib, Tayvanni nima dedi? Republic of Tayvan dedi. Tayvan Gonghogo Xitoy tilida Tayvan Jamhuriyati deb yozdi. Buning uchun Xitoy sakrab baqdi. Hozir mushu masalalarning hammasiga Jungoning tashqi ishlar ministrligi sakrab chiqishi kerak edi. Bir to'salg'a Jungoning oldin to'sib oldi. Nima to'sib oldi? Olimpik qishliq murosimi. Agar Tayvan to'g'risida bu qatam sakrab chiqib yana bir nimalarni deydigan bo'lsa, vaqtida bu so'zning keltirib chiqargan oqibati Jungo Kompartiyasi ehtimal bu olimpik qishliq murosimini o'tkazishdan ayrilib qoldi. Shunga hozir yavash-yavash bo'lib qelyapti. Biroq Li Yipingning so'ziga diqqat qiling. Birinchi qadamda pulni sipirlashtirish, ikkinchi qadamda sanadallashtirish yoki ikkinchi qadamda elektronlik texnika bilan jamiyatni kontrol qilish. Biri pul bilan kontrol qilish, sipirlashgan pul bilan, ikkinchisi elektronlik asbob bilan kontrol qilish jamiyat. Jungo Kompartiyasi kontrol qiladigan bo'z jamiyat tugadi dedi. Buningdagi inqilobning bo'lishi, namoyishning bo'lishi, hukumatga qarshi bir og'iz, ikki og'iz gapning bo'lishi mumkin emas. Jungo xalqi abadiy qulga aylanadi deydi. Bu mayliyati deydi. Jungo xalqi bilan cheklansa mayli, Jungo Kompartiyasi shunga butun dunyoga yurish qiladi. Bugun deyildi-ku boshda. Tenni xonim dedi hozir butun dunyoga yurish qilyapti deb. Butun dunyoga yurish qiladi. Bu vaqtida bir jungolik qila emas, butun dunyoning taqdiri uchun aytganda haqiqatan ansiraydigan ish deydi. Buni nima deydi Li Yiping efendi? Bu faqat 1 yil bilan 5 yil ichida yuz beradigan ish deydi. Shunglashqa deydi-ki, siz biz qo'ygan savol nima edi boshda? Qachon? Demak, qachonga beriladigan savol sen yoki Li Yiping yoki Xitoy demokratlari degandek Jungoning masalasini mushu 1 yil ichida tutib, vaqtni ching tutib hal qilmaydigan bo'lsang, bu yerda Jungoning taqdiri emas, butun dunyoning taqdiri halokatga yuzlangan taqdirdir. Bu ko'z qarash Li Yipingning ko'z qarashi, hurmatli vatandoshlar. Bugun sizlarga so'zlaydigan vaziyat to'g'risidagi leksiyalarimiz mana mushulardan iborat vatandosh.